Hello guys, sizlar bilan men Mirbek. Bugungi videomizda biz cheatlar yozishni o'rganamiz va bizda birinchi cheatimiz hozir uni cheatlar bo'limiga o'tamiz va bizda birinchi cheatimiz give kuchasi qilasizlar. Bu give naqasi sizlarga narsa beradi. Mana menidagi A, E, N, P, R, S'lar A küçükçe A bo'lsa bütün aşağı all player hamma o'yinchilarga, S bo'lsa faqat o'zingizga beriladi. Masalan, bir o'zim o'ynaganimda give küçükçe S qilib turib, kelinglar command block olamiz. Command chiziqcha block. Mana ili mana bosamiz va bizda command block bor. Hop. Bu bizda birinchi naqidi. Cheatimiz. İkinci cheatimiz mana. Yana qiyshiqcha game mode degani sizni survival, spectator yana kreativ rejimlarga o'tkazadi. Mana masalan qilsak survivalga o'tamiz. Endi kreativga o'tamiz. Kreativga to'ldik. Endi ikkinchisi, agar kompyuterda o'ynasanglar, bunaqa sozlamalar boshqa joylar chiqmaydi. Shuning uchun sizlarga ham o'rgatamiz. Hop. Yana yotgancha kompyuterdagilar uchun time set qilamiz-da. Yo'q, time set quyosh botishi. Endi time set night qilaylik. Endi qorong'i tushdi. Bu uchinchisiydi. Endi yana kompyuterdagilar uchun TP masalan uzuptrak o'yinda bo'lsa, kimlardir o'yinda bo'lsa, ashlardan nikini yozib TP qo'llasizlar. Hop. Bu top 3-chi cheatimiz edi. Endi top 4-chi cheatimiz. Yana cheatlarni o'tib, effektlardan topib olamiz va endi o'zimizga effekt beramiz. Effekt küçükçesi. Masalan, jonda umuman ketkazmaydi. Hell. Nega? Yenisi. Tans. Pastki chiziqcha qilib turibman. Infinity qilsak, umuman cheksiz bo'lib turadi. Infinity 100. Va bizda survivalga to'lsak
Mana. Camera ve survival. Endi sakrasak jonimizga ketmaydi. Mana olasizlar zombilarga jon yana qaytib to'lib qolaveradi. Endi 5-modimiz cheatimiz ve çıkır. Bu ham kompyuterda o'ynaydigan bo'lgan. Wizard qor yog'diradimi? Qor nima edi? Ne oldu? Rainy yıkıldırınca ve rain. Yağmur yağıyor. Altına koyacağız bir tane. Facebook videolarımda sizlerle yaptığımızdan like basıp başlasın çıkmasın kararlar. Keyingi kısımlarda yana bize başka cheatlarda abzor çıkışımız mümkün ya bulmasın. Yana top 5 modlarını abzor çıkışımız mümkün. Bulmasın şu düşünüyorsun top 5'te cheatlerini yozishni o'rgataman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa cheatlarni o'rgatib bo'lmasin, qanaqa videolar serial olish niyat bor, serialda nima haqida olay, qishloqda olaymi yo boshqada, hammasini kommentariyada yozib qoldiringlar. Kommentariyalarni albatta o'qiman. Bu videoga like bosib obuna qo'yishni unutmanglar. Agar salomat bo'linglar, sizlar bilan men Mirbek bo'ldi. Bunga video yoqdi degan umiddaman. Like bosib obuna qo'yishni unutmanglar.